Uyimizga har doim nima kerak? Bizga har doim kerak dazmol. Hozir parageneratorlar ham chiqqan, ya'ni parda ishlaydigan. Masalan, mana shu Browndan parageneratorimiz minutiga 750 gram par chiqarib bera oladi. Bu 9 barda ishlaydi. Ayniqsa professionallar uchun yoki uyingizda ko'pchilik odam bo'ladigan bo'lsa, bu juda ham qo'l keladi. Agar obyemingiz kamroq bo'ladigan bo'lsa, oddiy dazmollar ham bor. Masalan, mana bu yerda bitta ko'rsatib o'ring. Mana shuncha assortiment bor. Buning ichida paragenerator ham bor, oddiy dazmol ham bor. И даже mana bunaqalari ham bor. Buni nimasi udobni, agar 5 yilkingiz bo'ladigan bo'lsa, просто 5 yilkiga ilib qo'yasiz ko'yligingizni. Shu turgan joyida par bilan shuni uni tekislab olsangiz bo'ladi. To'liqroq ma'lumotni saytimizdan olsangiz bo'ladi. Yana bitta narsani sizlarga o'rgatib qo'yaman. Masalan, mana bu yerga yozamiz. Dazmol deb yozdik, to'g'rimi? Dazmol deb yozsangiz, sizga hamma variantlarni chiqarib beradi. Buni ichida mana bu yerdan bundoq qilib turib, skidkaga tushganini tanlasangiz bo'ladi. Masalan, yoki arzonrog'ini, populyarnirog'ini yoki qimmatrog'ini tanlasangiz bo'ladi. Men mana skidkaga tushganini tanladim. Skidkaga tushgan hamma modellarni mana shu yerga chiqarib beradi. Foydalaninglar, kelinglar.